Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 28-qism Zayniddin Asqarov. Shu yerda ukam Rashidbekjonning Turma xotiralari kitobidan bir parcha keltiraman. Bu iqtibos biroz uzunroq. Buning sababi Rashidbekjon bu xotirasida 1999-yil fevral portlashlarida kaminani ayblab, mahkamada menga qarshi qo'yilgan aybning asosiy guvohi sifatida gapirgan shaxs Zayniddin Asqarov haqida yozadi. Shu kitobdan iqtibos. 2002-yilning 11-aprel kuni Qiziltepa 64/48 GMdan meni etapga tortdilar. Biz qattiq rejimdagi 15 ta odam Toshturmaga yo'l oldik. U yerda 15 kun bo'lib, Qarshi shahrining Uya 64-49 zonasiga olib kelindik. Karantin barakdagi ikkinchi kunimiz tashqaridan bittasi ismimni aytib chaqirib qoldi. Tashqariga chiqib, u yoq bu yoqqa qaradim. Hech kimni ko'rmadim. Keyin qaytib kirmoqchi bo'lib, endi qayrilgan edim, Rashid aka degan ovoz eshitildi. Qarasam, biroz uzoqda bir odam qo'l silkitib meni chaqiryapti. Daraxtning orqasida turgani uchun uni yaxshi ko'ra olmadim. Men ovoz chiqqan tomonga qarab yurdim va unga yaqinlashdim. Daraxt orqasidan chiqib kelgan yigit qo'lidagi selofan sumkani yerga qo'yib, men bilan quchoqlashib ko'rishdi. U menga tikilib, dabdurustdan gap boshladi. Men Zayniddin Asqarovman. Sizning akangizning yonida bo'lganman. U kishiga tuhmat qildim. Shunga majbur qildi kasofatlar. U kishi endi meni ikki dunyoda ham kechirmaydi. Shunday emasmi? Uzr Rashid aka, siz karantindasiz. Karantindagi odam bilan gaplashish mumkin emas. Yana sizga gap tegib qolmasin. Bu yerdan barakka o'tsangiz, bafurcha gaplashamiz deb, shosha-pisha yerda qo'ygan so'mkasini olib menga uzatdi. Buni olib qo'ying, arzimas narsalar, dedi Zayniddin. Xuddi osmondan tushganday bidirlab gapirayotgan bu bolaga nima deb javob berishimni ham bilmay qoldim. Hamma narsam yetarli deb so'mkasini olmadim. Zayniddin mening avzoyimni ko'rib so'mkasini daraxtning tagiga qo'ydi va juda bo'lmasa birovga berib yuborarsiz deb orqasiga qayrilib xomush ahvolda ketdi. Men so'mkani olib karantin barakka qaytdim. Bu yigit nima uchun menga dabdurustdan akam Muhammad Solihga tuhmat qilganini aytib qoldi. Mening o'ziga nisbatan nafratimni uyg'otish uchunmi? Uni vijdon azobi qiynab, dardini kimgadir ochmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Keyin barakka o'tib, yaqindan tanishdik. 2003-yil sentyabr oylarida Zayniddin oila a'zolari bilan uchrashuvga chiqib, qattiq xafa bo'lib qaytdi. Uchrashuvga katta akasi Obid aka kelibdi. U kishi 10 yil o'tirib, Uya 64-46 zonadan ozodlikka chiqqan ekan. Menimcha 2001-yilgi mustaqillikning 10 yilligiga berilgan katta amnistiya bilan chiqqan. Obid aka ukasi Zaynobiddinni akam Muhammad Solihga bergan yolg'on guvohligi uchun rosa ko'yib, bu kuningdan o'lib ketganing yaxshi edi debdi. Zayniddin bu gaplarni uchrashuvdan chiqqan zahotiyoq qo'lidagi qopi bilan to'g'ri mening yonimga kelib yig'lab gapirib berdi. Men unga ko'ngil berib, uka, bu gaplar akamga ta'sir qilmaydi. Chunki bunday tuhmat va bo'xtonlar unga qarshi doim bo'lib turibdi. Akam hozir bunday gaplarga e'tibor ham qilmaydi. Shuning uchun qattiq kuyinmang. Menimcha sizni to'g'ri tushunadi inshaalloh. Xudo xohlasa, vijdoningizni poklashga fursat kelar. Menimcha sizga yana bir marta shunday ko'rsatma berishga chaqirishlari mumkin dedim. Shunda to'g'risini aytasiz dedim. Men buni qilgan gunohiga samimiy kuyinayotgan bu yosh musulmon yigitni yupatish uchun aytdim xolos. Zayniddin esa mening bu gaplarimni jiddiy qabul qilib, shunday qilarmikan? Agar yaratgan egam shu imkoniyatni bersa, men tepadagi bu maxluqlarning hamma o'yinlarini fosh qilaman. Muhammad Solih akamdan kechirim so'rab, unga qilgan yolg'on ko'rsatmalarimni majburlab yozdirishganini aytaman, dedi sevinchli jilmayib. Ha, yaratgan akam bu yigitning iltijolariga ijobat qildi. 2003-yil Zayniddinni MXX xodimlari chaqirib, oldingi bergan ko'rsatmasini takror yozdirishibdi. Bu matnni 2-3 kundan keyin Toshkentda chet el radiolariga aytasan.
Shunda sening bu yerdagi vaziyatingni yaxshilaymiz deyishibdi. Zayniddin Toshkentdan kelgan odamning yonidan chiqishi bilan mening yonimga kelib, Allohu akbar, Allohu akbar, bular xuddi siz 2 oy oldin gapirganingizday oldingi ko'rsatmalarni menga yozdirishdi. Siz bunday bo'lishini qanday bildingiz? Xuddi hammasi kelishilganday, dedi Zayniddin. Men unga hech narsani bilmasdim. Men buni sizni yupatish uchun aytgandim, dedim unga kulib. Zayniddin yana Allohu akbar deya xitob qildi. Keyin anchagacha mening yonimda o'tirib, Muhammad Solih akamga mendan rozi bo'lishini iltimos qiling, Rashid aka, iltimos, deb ko'ziga yosh oldi. Men garchi unga rahmim kelsa ham bir haqiqatni aytdim. Zayniddin, men sizga unday qil, bunday qil demayman. Oldin aytganimday, sizning ko'rsatmalaringiz akamga ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin vijdoningizni tozalash uchun bu bir imkoniyat. Siz oldingi ko'rsatmangizni qaytarsangiz, keyin umuman sizning keragingiz bo'lmay qoladi. Agar haqiqatni gapirsangiz, qandaydir ma'noda xalqaro tashkilotlar nazoratida turasiz, inshaalloh sizni yo'q qilishdan cho'chiydilar. Shuning uchun sizda 2 ta yo'l bor. Qaysi yo'lni tanlash o'zingizga havola, dedim unga. Allohga qasamki, agar peshonamdan otsalar ham men haqiqatni ro'yobga chiqaraman. Undan keyin o'lsam armonim yo'q, aka, dedi Zayniddin. U ko'zi to'la yosh bilan quchoqlashib men bilan rozilashdi va baraklarga tarqalishdik. Zayniddinni shu kechasiyoq olib ketishdi. Oradan 2 kun o'tganidan keyin Zayniddinning haqiqatni gapirib bu yolg'onlarni fosh qilishi butun zonani hayratga soldi. Bu voqeadan 3 kun o'tib meni oper boshlig'i Roziq chaqirdi. U Zayniddinning gaplarini eslab boshini chayqab qiqir-qiqir kular edi. Bu yigit gipnozchi ekan, hammamizni chuv tushirdi. Hatto general ham laqqa tushdi, lekin zo'r gapirdi. Baribir endi unga qiyin bo'ladi. Uni yo'q qilishga urinishadi. Zayniddin siz bilan deyarli har kuni uchrashardi. Shunday emasmi, dedi Roziq. Ha, xuddi shunday. Lekin bu haqda menga hech narsa demagan, dedim unga. Ammo oper boshlig'ining kayfiyati yaxshi edi. Shundan so'ng men Zayniddin bilan 2007-yil avgust oylarida Navoiy viloyatining Uya 6446 GMda yana bir marta uchrashdik. Uning yuragi kasal edi. Shunga qaramay, kayfiyati yaxshi. Xastaligini sezdirmadi. Zayniddin klubda biz bilan tadbirlarga tayyorgarlik jarayonida birga bo'ldi. Tadbirdan so'ng uni Sangortga olib ketishdi. Bu bizning so'nggi uchrashuvimiz edi. Men shaxsan Zayniddinning qamoqxona kasalxonasida o'ldirilganiga shubha qilmayman. Chunki bu odam chet el radiolariga 16 fevral portlashlarini Karimov rejimi uyushtirgani haqidagi haqiqatni fosh qilib, Milliy xavfsizlik xizmatiga, qolaversa rejimga katta zarba bergan edi. Buni rejim kechirishi mumkin emasdi va kechirmadi. Zayniddinning bu mashhur chiqishidan 4 yil o'tmay uni Sangortda o'ldirishdi. Alloh ruhiga rahmat etsin. Ammo men 1999-yil portlashlaridan keyin erkchilar va islomiy harakat a'zolari taqdiri haqida hech nima bilmasdan faqat ba'zi narsalarni taxmin etib yashadim. Albatta, ularning qattiq qiynoqqa solinayotganiga shubha qilmasdim. Hatto Toshkentdagi do'stlardan qamoqqa tushgan erkchilarga agar Muhammad Solihni yomonlab u yerdan chiqish imkoni bo'lsa, yomonlab chiqaversin. Keyin ozodlikda buning qiynoq bilan olinganini aytishadi deb xabar yubordim. Xabar yetgan bo'lsa kerakki, Zayniddin Asqarov o'zining chet el radiolariga bergan o'sha mashhur intervyusida Muhammad Solih bizga agar dushman qo'liga tushsalaring, aybni menga yuklayveringlar degandi deya e'tirof etdi. Mening bu murojaatim qamoqdagi 3 ta ukam, Komil Bekjon, Muhammad Bekjon, Rashid Bekjonga ham yetkazilganini bilaman. Ularga Toshkentdan kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari akangizdan voz kechganingiz haqida 1.50 xat bilan qutulib ketishingiz mumkin degan taklif bilan kelishgan. Ammo ukalarim bu taklifni rad etishgan. Rashid Bekjonning aytishicha, bunday taklif bir marta emas, u necha yil o'tirgan bo'lsa, har yil takrorlanib turgan. Ayni taklif
Komil Bekchonga ham, Muhammad Bekchonga ham davomli taklif qilingan, ular qabul qilishmagan. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 28-qismini tingladingiz. Davomi bor.